Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Verkoren degan tog'liq kentda. 2000-yildan e'tiboran har yili 21 fevral xalqaro ona til kuni deb tabriklanadi. Bu kun dünyadaki milletlerinin öz ana tillerini saqlab qelish va rivojlantirish ta'kidlanadigan kun. Uyg'ur tilimiz tarixda misli ko'rilmagan yo'qilish ham yo'qotilish xirsiga duch kelayotgan bu kunlarda Uyg'ur tilimizni qo'g'dashning zarurligini ta'kidlash nihoyat muhim ahamiyatga ega. Xalqaro ana til kuni munosabati bilan huzuringizga sunmoqchi bo'lganim Damlıq alimimiz mərhum Abdüşkür Muhammed Emin'nin bir parça rubayisi. Andın Qatlamlıq estetika namlıq kitaptaki ana til haqqidagi hikmetlerden ariyeler. Mərhum alimimiznin til haqqidagi bu rubayisi milletning tilidan bildim, milletning tilini elidin bildim. Öz tilin xar qılğan millet, xar millet. Ularni bexutlar xuyidin bildim. Yana bir qitim o'qoy. Milletning tilidin bildim. Milletning tilini elidin bildim. Öz tilin xar qılğan millet, xar millet. Ularni bexutlar xuyidin bildim. Mərhum alimimiz bu rubayisida bir milletning mavjud bo'lib turishidagi asosning dal shu milletning tili ekanligini alohida ta'kidlagan. Qatlamlıq estetika namli kitobda til haqida mundaq hikmatlar bor. Til milletning boyligi. Til milletning uzoq tarixiy davrlar davomida shakllangan köp basqışlıq til taraqqiyat arqılıqla beyiğan tüp alameti. Milli ruhiyat və milli mədəniyyətinin nüfuzlu qorğini və xəzinəsi. Til millet tarixinin teği, milli mədəniyyətinin ravan dəryası, milli turmuşunun tiniqi və yemirilməz sepli. Milli til şu milletning ma'naviy vatani sifatida muqaddas. Tilni bilmay turib, elini bilaman deyishni, tilini so'ymay turib, elini so'yishni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Öz ana tiliga muhabbat qancha kuchli bo'lsa, öz xalqi va vatanigimi so'ygisi shuncha kuchli bo'ladi. Til boyligi, til madaniyati, til nufuzi har bir millatning ma'naviy saposi, tarixiy utuqlar jog'lanmasi. Til millatning o'tmish ajdodlari yaratgan madaniyatni, hozirgi kishilari yoritib atgan madaniyatni kelgusi avlodga yetkazib beradigan ulug' uchur qanali. Til asrlar davomida tirik faoliyat elib berayotgan millatning yuragi, qini va jini. Tilning hayoti uning ishlatilishida. Har qanday milliy tilning eg'izdan qelishi, bo'libmi qizlar va onalar, yigitlar va otalar eg'izidan qelishi, o'qitish va yeziqchilikdan qelishi uning ajlidan derak berdi xolos. Her qandaq başqa canlıq şeyiga o'xshash harakatdan to'xtash tilning halokatidan derak beradi. Vaholanki til halokati millatning halokatidir. Hurmatli qarindoshlar, Uyg'ur tilimizni qo'g'dayli, avlodlarga o'rgatayli. Tilimizning yo'qolib ketmasligi uchun har birimiz zarrachilik bo'lsa-mu
həssi qoşaylı. Muş fürsətdə mən dünyanın hər qaysı joylaridagi ana til maktablari və ana til o'qituvchilariga eng oliy salomlarimni yo'llayman. Mush damda yana Germaniyaning Frankfurt shahri ana til maktab o'qituvchisi do'stim Mehrinsa Ismoilni aslab o'ltiribman. Shoira, jurnalist, mening yaqin sirdishim Mehrinsa Ismoil bundan 5 kun ilgari 57 yaşida kasal sababidan bizdan manguga ayrildi. Kitap o'qish munbirimizda men shoira Mehrinsa Ismoilning she'rlarini o'qib, bundan 3 yil ilgari munbarga qo'ygan edim. Uningdan boshqa o'tgan yili Mehrinsa Ismoilning farzandlari bilan elib borgan ana til haqidagi oila suhbatlarini ham huzuringizga sungan edim. Mush sabablik bir necha kundan beri ancha yaxshi bo'lamay yurdim. Bo'libmi bugungidak ana til kunida mush fursatdan foydalanib qarindoshlardan do'stim Mehrinsa Ismoil uchun duo talab qilgim keldi. Marhuma Mehrinsa Ismoilning makoni nurlar ichida, Firdavs jannatlarda bo'lsin. Duolaringlarni aymag'aysizlar. Rahmat qarindoshlar. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'lg'aysizlar. O'zinglarni yaxshi asranglar. Allohga omonat.